Tramp inauguratsiyasidan buyon dollar qadri 10% pasaygan. Ekonomist jurnali yangi soni muqovasini AQSh valyutasining murakkab holatiga bag'ishladi. Nashr muqovasida dollar yashil ilon ko'rinishida tasvirlangan bo'lib, mualliflar AQSh aktivlarida kapital saqlash endilikda tizimli xatarlar bilan bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Hiylakor va qadri pasayayotgan dollar davri Amerika aktivlariga bo'lganlar bunga ko'nikishga majbur bo'ladi, deyiladi maqolada. Savdo statistikasi tahlilchilari xavotirlarini tasdiqlamoqda. 2025-yil 20-yanvar Donald Trampning inauguratsiyasi bo'lib o'tgan kundan buyon dollar indeksi 10% dan ortiqqa pasaygan. Yevro bilan juftlikda esa tushish yanada keskin bo'lib, taxminan 15% ni tashkil etgan. Ta'kidlanishicha, so'nggi paytlarda moliya bozorlarida investorlarning o'zini tutishi keskin o'zgargan. Ilgari favqulodda holat hisoblangan sarosima va xavotirlar endi muntazam holga aylanmoqda. Bunga yaqqol misol sifatida 2025-yil aprel oyidagi voqealar keltiriladi. O'sha paytda AQSh prezidenti Donald Tramp import mahsulotlariga yagona bazaviy boj stavkasini joriy etilishini e'lon qilib, bu qarorni ramziy tarzda ozodlik kuni deb atagan edi. Ammo ushbu bayonot bozorlar tomonidan ijobiy emas, aksincha jiddiy xavf signali sifatida qabul qilindi. Natijada investorlar ommaviy ravishda AQSh aktivlaridan chiqib ketishni boshladi. Qimmatli qog'ozlar sotildi, dollar qadrsizlandi. Fond bozorlarida esa bir vaqtning o'zida pasayish kuzatildi. Ma'lumotlarga ko'ra, bunday keskin reaksiyalar so'nggi yillarda odatiy holga aylanib, bozordagi beqarorlik darajasi avvalgi 10 yilliklarga nisbatan bir necha barobar oshgan. Bu esa investorlar uchun muhim xulosani anglatadi. AQSh aktivlari endilikda har doim ham xavfsiz valyuta sifatida qabul qilinmayapti. Natija zudlik bilan namoyon bo'ldi. Amerika qimmatli qog'ozlarining ommaviy sotilishi fond bozori va milliy valyutaning bir vaqtda pasayishiga olib keldi. Hisob-kitoblarga ko'ra, o'tgan yil davomida bunday volatillik to'lqinlari so'nggi 10 yilliklar o'rtacha ko'rsatkichlariga nisbatan 3 baravar ko'p kuzatilgan. Putin Trampga 12 trillion dollarlik kelishuv taklif qilgan. Ukraina razvedkasi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning ma'lum qilishicha, Ukraina razvedkasi Kreml AQSh prezidenti Donald Trampni o'z tomoniga og'dirish maqsadida 12 trillion dollarlik yirik iqtisodiy kelishuv taklif qilgani haqida ma'lumotga ega. Zelenskiyning bildirishicha, mazkur tashabbus Dmitriyev paketi deb ataladi va u Rossiya tomonidan muzokarachi sifatida qatnashgan Kirill Dmitriyev Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jamg'armasi rahbari nomi bilan bog'liq. Ushbu taklif Dmitryevning yaqinda Vashingtonga amalga oshirgan tashrifi davomida ilgari surilgani aytilmoqda. 12 trillion dollar bu Rossiyaning yillik yalpi ichki mahsulotidan 4 baravardan ortiq summa hisoblanadi. Ko'rinadiki, gap AQSh va Rossiya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik paketlari haqida ketmoqda. Biz Amerika va Rossiya o'rtasida shunday yoki shunga o'xshash ikki tomonlama hujjatlar imzolanishi mumkinligi haqida signallar olyapmiz, deydi Zelenskiy. Ukraina prezidenti kelishuvining aniq shartlarini ochiqlamagan, biroq ehtimoliy hujjatlar Ukraina suvereniteti yoki xavfsizligiga daxl qilishi mumkinligini ta'kidlagan. Biz aniq aytamiz, agar bunday hatto ehtimoliy kelishuvlar Ukraina ishtirokisiz qabul qilinsa, mamlakatimiz ularni qo'llab-quvvatlamaydi, deydi u. Zelenskiyning bayonotlari o'tgan yil noyabrdagi xabar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Nashr amerikalik tadbirkorlar va rossiyalik oligarxlar o'rtasida uchrashuvlar bo'lib o'tgani va ularda tog'-kon hamda energetika kompaniyalarida ehtimoliy ulushlar muhokama qilingani haqida yozgan edi. AQSh Tayvanga qurol sotsa, Xitoy Trampning Pekinga tashrifini bekor qilishi mumkin. Agar Washington Tayvanga yirik hajmda qurol-yarog' sotish rejasidan voz kechmasa, Xitoy Trampning Pekinga rejalashtirilayotgan tashrifini bekor qilish bilan tahdid qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh hozirda Tayvanga yetkazib berilishi rejalashtirilayotgan yangi qurol paketi ustida ish olib bormoqda. Ushbu paketga Patriot havodan mudofaa tizimlari, NASAMS zenit raketa majmualari va yana 2 noma'lum turdagi qurol tizimlari kiritilishi mumkin. Paketning umumiy qiymati taxminan 20 milliard dollarni tashkil etishi mumkin. Tayvanga qurol sotish masalasida Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin 4-fevral kuni Donald Tramp bilan bo'lib o'tgan telefon muloqoti chog'ida ko'targan. Xitoy Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, Si Szinpin AQSh tomonini Tayvan masalasida juda ehtiyotkor pozitsiya tutishga chaqirgan va qurol yetkazib berish Xitoy AQSh munosabatlariga jiddiy zarar yetkazishini ta'kidlagan. Eslatib o'tamiz, 2025-yil dekabr oyida Tramp ma'muriyati Tayvanga 11 milliard dollarlik qurol yetkazib berish rejasini e'lon qilgan. Ushbu paketga HIMARS o't ochish tizimlari, gaubitsalar, tankga qarshi raketalar hamda zarbali uchuvchisiz havo apparatlari kirgan. Bunga javoban Pekin AQShning mudofaa sohasiga aloqador 20 ta kompaniyaga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan. AQSh urushni yoz boshigacha yakunlashni istayapti.
Ukraina prezidentining ma'lum qilishicha, AQSh ma'muriyati urushni yoz boshigacha tugatishni maqsad qilgan va shu yo'nalishda aniq muzokaralar rejasini taklif etmoqda. Zelenskiyning aytishicha, AQSh tomoni yangi energetik sulh tashabbusini ilgari surgan va Ukraina bu taklifga rozilik bildirgan. Rossiya delegatsiyasi esa mazkur masala bo'yicha javobni keyinroq berishini ma'lum qilgan. Shuningdek, AQSh ilk bor Ukraina va Rossiya muzokarali guruhlarining Amerika hududida uchrashuvini taklif etgan. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, ushbu uchrashuv taxminan bir haftadan so'ng Mayamida bo'lib o'tishi mumkin. Ukraina o'z ishtirokini allaqachon tasdiqlagan. Avvalroq Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov yangi muzokaralar raundi yaqin orada o'tkazilishini aytgan edi. Ammo AQShda uchrashuv o'tkazilishi haqida gap bo'lmagan. Prezident Zelenskiy muzokaralarda hal etilmay kelayotgan masalalarga ham to'xtalib o'tdi. Uning ta'kidlashicha, eng murakkab masalalar Ukraina, AQSh, Rossiya ishtirokidagi ehtimoliy uch tomonlama liderlar uchrashuvi doirasida ko'rib chiqilishi mumkin. Donetsk viloyati bo'yicha Rossiya butun hududni o'z nazoratiga berishni talab qilayotgan bir paytda Ukraina qaysi joyda turibmiz, o'sha yerda qolamiz tamoyilini o't ochishni to'xtatish uchun eng adolatli va ishonchli variant deb hisoblashini yana bir bor tasdiqladi. Ukraina Donbass masalasida o'z pozitsiyasini yana bir bor bildirdi. Qaysi joyda turibmiz, o'sha yerda qolamiz tamoyili bizningcha bugungi kunda o't ochishni to'xtatish uchun eng adolatli va ishonchli model, dedi u. Shu bilan birga Zelenskiy AQSh Donbass hududida erkin iqtisodiy zona tashkil etishni murosa varianti sifatida taklif qilayotgani, ammo bu g'oya na Ukraina na Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanmayotganini bildirdi. Prezidentning qo'shimcha qilishicha, Zaporojye atom elektr stansiyasining kelajagi masalasida ham hozircha ochiq turibdi. Trampning Tinchlik kengashining ilk yig'ilishi 19 fevralga rejalashtirilyapti. Oq uy AQSh prezidenti Donald Tramp tashabbusi bilan tuzilgan Tinchlik kengashining birinchi yig'ilishini 19 fevral kuni o'tkazishni rejalashtirmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, yig'inni o'tkazish rejalari hali dastlabki bosqichda bo'lib, ular o'zgarishi mumkin. Kutilishicha, uchrashuv Washingtonda AQSh Tinchlik instituti binosida bo'lib o'tadi. Ushbu muassasa 2025-yil dekabr oyida rasman Donald Tramp nomidagi Tinchlik instituti deb qayta nomlangan. Tramp ma'muriyati mazkur yig'ilishdan G'azo sektoridagi o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvning ikkinchi bosqichini amalga oshirishni ilgari surish, shuningdek hududni tiklash uchun moliyaviy mablag'lar yig'ish maqsadida foydalanmoqchi. Tinchlik kengashi dastlab aynan Trampning tinchlik rejasi doirasida G'azo sektori kelajagi bo'yicha qarorlar qabul qilish uchun tashkil etilgan. Keyinchalik esa AQSh prezidenti ushbu organni dunyo bo'ylab turli mintaqaviy mojarolarni hal etishga ham qo'llash niyati borligini bildirgan. Kengash nizomiga muvofiq Donald Tramp uning almashtirib bo'lmaydigan raisi hisoblanadi va faqat ixtiyoriy ravishda lavozimidan ketishi mumkin. Boshqa davlatlar rahbarlari Tinchlik kengashiga faqat AQSh prezidenti taklifi asosida qabul qilinadi. Ma'lum qilinishicha, Yevropa ittifoqining aksariyat yirik va ta'sirli davlatlari ushbu tashabbusda ishtirok etishdan bosh tortgan. Shu bilan birga Trampning taklifini Isroil, Vengriya, Indoneziya, Saudiya Arabistoni, Belarus, O'zbekiston, Qozog'iston va qator boshqa davlatlar qabul qilgan. Hindistonga rus nefti xaridi uchun joriy etilgan boj bekor qilindi. Donald Tramp Hindistonga Rossiya neftini xarid qilganlik uchun joriy etilgan bojni bekor qildi. Avgustda Hind tovarlari uchun 25% lik qo'shimcha boj joriy etilib, jami boj 50% ga yetgan edi. 7 fevralda kuchga kirgan farmonda belgilanishicha, agarda AQSh savdo vazirligi Hindiston Rossiyadan neftni bevosita yoki bilvosita keltirayotganini aniqlasa, boj yana tiklanishi mumkin. Shuningdek, savdo bitimi kuchga kirmoqda, ammo unga muvofiq Hindistonga 5 yil davomida 500 milliard dollar qiymatidagi AQSh tovarlari, jumladan neft, gaz, ko'mir, qimmatbaho metallar, samolyotlar, yuqori texnologiyali mahsulotlarni xarid qilish majburiyati yuklanadi. Ushbu savdo bitimi doirasida AQShga kiritilayotgan Hindiston mahsulotlari uchun bojni Rossiya neftini xarid qilganlik uchun joriy etilgandan tashqari amaldagi 25% dan 18% ga tushirish belgilangan. Shu tariqa Hindiston tovarlari AQSh bozoriga kirish uchun oldingi 50% o'rniga 18% lik boj kuchga kiradi. Xitoyliklarga oid 8,7 milliard yozuv ochiq internetga chiqib ketgan. Kibernews tadqiqotlari internetda ochiq holda qoldirilgan yirik serverlar majmuasini aniqladi. Ushbu serverda Xitoy fuqarolariga tegishli taxminan 8,7 milliard yozuv saqlangan bo'lib, bu hodisa kuzatuvlar tarixidagi eng yirik shaxsiy ma'lumotlar sizib chiqishlaridan biri sifatida baholanyapti. Ma'lum qilinishicha, klaster 3 haftadan ortiq vaqt davomida hech qanday himoyasiz ochiq holda qolgan. Bu vaqt ichida ma'lumotlar to'liq ko'chirib olingan bo'lishi mumkin. Keyinchalik server yopilgan, biroq ehtimoliy zarar hajmini aniqlash qiyin.
Sizib chiqqan baza 163 ta alohida indeksdan iborat bo'lib, har biri ma'lum bir turdagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan. Umumiy holda baza bir vaqtning o'zida shaxsiy va aloqa ma'lumotlari, davlat identifikatorlari, akkaunt ma'lumotlari hamda kirish va korporativ ma'lumotlarni qamrab olgan. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, bu yerda gap turli manbalardan yig'ilgan, agregatlashtirilgan katta ma'lumotlar massivi haqida ketmoqda. Klasterda ma'lumotlar egasiga ishora qiluvchi hech qanday banner, tashkilot nomi yoki aloqa ma'lumotlari mavjud bo'lmagan. Server hosting provayderida joylashtirilgan bo'lib, bunday hostinglar ko'pincha yuqori huquqiy xavfli faoliyatlar uchun qo'llaniladi. Kibernews mutaxassislariga ko'ra, bazaning tuzilishi va 2025-yil oxirigacha bo'lgan muntazam vaqt belgilarining mavjudligi ma'lumotlar uzoq muddat davomida tizimli ravishda yig'ilganini, bu esa oddiy konfiguratsiya xatosi emasligini ko'rsatadi. Hozircha aniq zarar ko'rganlar sonini belgilashning imkoni yo'q. Ayrim yozuvlar indekslar orasida takrorlanadi, ammo hatto shuni hisobga olganda ham bu yerda 100 millionlab odamlar haqida so'z borishi mumkin. Taqqoslash uchun Xitoy aholisi soni taxminan 1.4 milliard kishini tashkil etadi. Bazaning hajmi esa turli turdagi ma'lumotlar va uzoq vaqt yig'ilgan yozuvlar birlashtirilgani sababli bu raqamdan ancha katta. Qayd etilishicha, hozircha ma'lumotlardan faol ravishda suiiste'mol qilingani aniqlanmagan bo'lsa ham, 3 hafta davomida ochiq qolgani o'zi katta xavf tug'diradi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bunday ulkan ma'lumotlar massivlari insonlarning to'liq raqamli profillarni yaratish imkoni bilan ayniqsa xavotirlidir. Bu esa firibgarlik, shantaj, kuzatuv va boshqa kiberjinoyatlar uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Rus generaliga suiqasd uyushtirgan erkak Dubayda qo'lga olindi. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi bosh razvedka boshqarmasi rahbarining o'rinbosari Vladimir Alekseyev Moskvada uyushtirilgan suiqasddan so'ng shifoxonada qolmoqda. Tergov qo'mitasi rasmiy vakili Svetlana Petrenkoning bildirishicha, Vladimir Alekseyev hodisa paytida bir nechta o'qdan yaralangan. Ma'lumotlarga ko'ra, suiqasdni amalga oshirishda gumonlanayotgan Rossiya fuqarosi Dubayda qo'lga olinib, keyin Rossiyaga topshirilgan. Shuningdek, yana 2 nafar ehtimoliy sherik aniqlangan. Ulardan biri Moskvada ushlangan, ikkinchisi esa Ukraina hududiga chiqib ketgani aytilmoqda. Gumonlanuvchi Rossiya tomonidan e'lon qilingan videoda general-leytenant Vladimir Alekseyevni o'ldirish buyrug'ini 2025-yil dekabr oyida olganini aytgan. Dekabr oyida men bosh razvedka boshqarmasi generali Alekseyevni o'ldirish buyrug'ini oldim. Bu vazifani bajarishim uchun menga $30,000 va'da qilingan, dedi u. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov hujum uchun Ukrainani ayblab, voqeani terroristik harakat deb atadi hamda bu tinchlik muzokaralarini barbod qilishga qaratilganini bildirdi. Saida Mirziyoyeva AQSh maxsus vakili bilan uchrashdi. Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Trampning maxsus vakili bilan uchrashdi. Maxsus vakil elchi Sergio Gor ishtirokida Amerika O'zbekiston ishbilarmonlik va investitsiya kengashining birinchi yig'ilishi o'tkazilganini ma'lum qilishdan mamnunman. Muhokamalar samarali va istiqbolga yo'naltirilgan tarzda o'tdi. Oldinda bizni har ikki mamlakat uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan asosiy yo'nalishlar bo'yicha salmoqli va mazmunli ishlar kutmoqda, deydi Prezident administratsiyasi rahbari. Eslatib o'tamiz, AQSh prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Sergio Gor 3-7 fevral kunlari O'zbekiston va Qirg'izistonga tashrif buyurdi. U biznes forumida ishtirok etdi hamda biznes vakillari va hukumat amaldorlari bilan uchrashdi. Tramp Yaponiya borasida kutilmagan bayonot berdi. 8 fevral kuni Yaponiyada parlament saylovi bo'lib o'tmoqda. Saylov arafasida AQSh prezidenti Donald Tramp kutilmagan bayonot berdi. U ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida qat'iy ravishda yaponlarni amaldagi bosh vazir Sanae Takaichi hamda uning Liberal Demokratik partiyasi a'zolariga ovoz berishga chaqirdi. Bosh vazir Sanae Takaichi o'z mamlakatini chindan sevadigan, kuchli, ta'sirli va donishmand yetakchi ekanini allaqachon isbotladi. Men bosh vazir Takaichi bilan 19 mart kuni Oq uyda uchrashishni intiqlik bilan kutmoqdaman. U Yaponiya xalqi ishonchini oqlamay qo'ymaydi, deydi Tramp. Bunga qadar Yaponiyada o'tgan saylovlar arafasida AQShning biror bir prezident Tramp kabi ochiq qo'llab-quvvatlovni bildirmagan edi. Tahlilchilarga ko'ra, Yaponiya bosh vaziri Sanae Takaichi Xitoyga nisbatan keskin siyosati hamda mudofaa xarajatlarini ko'paytirishga intilayotgani sabab Oq uyning amaldagi xo'jayiniga ma'qul kelmoqda. Ikkinchi prezidentlik muddati davomida NATO va Yevropa ittifoqi kabi ittifoqchilarga nisbatan keskin, hatto haqoratli fikrlar bildirgan Tramp Yaponiya borasida bunday yo'l tutmaganini ham
qayd etish lozim. Trampning saylov arafasidagi bayonoti Yaponiyadagi so'l muxolifatni darg'azab qildi. Ular bu chiqishni mamlakatning ichki ishlariga aralashuv deb tanqid qilmoqda. Iqtidordagi Liberal Demokratik partiyasi esa Trampning bayonoti yuzasidan ochiq munosabat bildirmagan, ammo bundan mamnun ekanini taxmin qilish mumkin. Mask Oy va Marsda shaharlar qurmoqchi. Milliarder Elon Musk yaqin 10 yilliklarda Oy va Marsda o'zini o'zi rivojlantiruvchi shaharlar qurishni boshlashni rejalashtirmoqda. Muskning X ijtimoiy tarmog'idagi postiga ko'ra, Oy loyihasi ustuvor vazifa hisoblanadi. Marsga parvozlar faqat har 26 oyda bir marta amalga oshirilishi mumkin. Oyga har 10 kunda bir marta parvoz qilish mumkin. Muskning fikricha, Oyga yetib borish uchun bor yo'g'i 2 kun kifoya qiladi. Marsgacha esa yarim yil uchish kerak. Oy loyihasi ilk natijalarini 10 yil ichida ko'rsatadi. Mars loyihasi esa kamida 20 yildan keyin amalga oshadi deb hisoblaydi u. O'z navbatida NASA ham so'nggi 50 yil ichida ilk bor insonlarni Oyga yuborishni rejalashtirmoqda. Artemida dasturining maqsadi astronavtlarni Oyga qo'ndirish va vaqt o'tishi bilan u yerda doimiy bo'lish imkoniyatini yaratishdir. Ushbu dastur doirasidagi ikkinchi parvoz bir necha bor qoldirildi va taxminlarga ko'ra 2026-yilning mart oyida raketaga start berildi. Diyora Keldiyorova ochgan dzyudo klubi eng yaxshi bolalar loyihasi deb topildi. Diyora Keldiyorova asos solgan bolalar dzyudo klubi bolalar uchun eng yaxshi loyiha sifatida e'tirof etildi. Eslatib o'tamiz, Keldiyorova 2024-yil 28-iyul kuni Parijda o'tgan yozgi olimpiada o'yinlarida tarixiy natija qayd etgan edi. U finalda yaponiyalik Uta Abeni ippon bahosi bilan mag'lub etdi. Finalda esa kosovalik Distriya Krasnichini yengib olimpiya chempioniga aylandi. Shu tariqa u dzyudo bo'yicha jahon chempionatida kumush, olimpiadada esa oltin medalni qo'lga kiritgan ilk o'zbekistonlik ayol sportchi sifatida tarixga kirdi. 2024-yilda Diyora Keldiyorova O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligining gender tengligi va bolalarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurashish bo'yicha maxsus vakili etib tayinlangan.